Yevropada gigantlar to'qnashuvi aniq bo'ldi. Abduqodir Husanov va Manchester City'ni Chempionlar Ligasida Real kutmoqda. Sizlar bilan Husanov News kanali. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. 27 fevral kuni Shvetsariyaning Nyon shahrida UEFA Chempionlar Ligasi 2025-26 mavsumning 1/8, 1/4 va 1/2 final bosqichlariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qur'a natijasiga ko'ra 1/8 finalning eng markaziy qarama-qarshiliklaridan biri Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi bahs bo'ladi. Demak, Abduqodir Husanov Chempionlar Ligasida Qirollik klubiga qarshi maydonga tushishi mumkin. 1/8 final juftliklari quyidagicha: Real Manchester City, PSG Chelsea, Newcastle Barcelona, Bude Klimt Sporting, Galatasaray Liverpool, Atalanta Bavariya, Atletico Tottenham, Bayer Arsenal. Ma'lumot uchun umumiy bosqichning eng yaxshi 8 jamoasi saralanganlar sifatida qatnashdi. Manchester City ham top 8 qatoridan joy oldi. 1/8 final uchrashuvlari 10, 11 va 17, 18 mart kunlari o'tkaziladi. Chorak final bahslari 7, 8, 14, 15 aprelga belgilangan. Yarim final esa 28, 29 aprel hamda 5, 6 may kunlari bo'lib o'tadi. Final esa 30 may kuni Budapesht shahrida tashkil etiladi. Shu tariqa Chempionlar Ligasida yana bir super to'qnashuvli Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi jang muxlislarni kutmoqda. Bu Husanov News kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.